Mana o'sha mashhur shari o'yinimizga do'stimiz milliy bola keldilar. Qani omadlarini ko'radilar. Bormi yo'qmi? Lak bosinglar, omad tilab turinglar, jigarlari. Tushuntirib tayda. 10 ta stakan bo'ladi. 3 tasini olib qo'yapmiz, yengillik bo'lsin deb. 7 tasiga tushirib bersalar 200 ming so'm beramiz. Ko'ramiz, qani shular ekanlar. Shans. 2 ta sizga 3 ta qilib beramiz. Stakan tayinlanish shu shunaqa. Ha, bo'ldi. Ketdi. Ha, ketdi oshna. Yaxshi. Yaxshi ketyaptilar. Boshlanishi. İşte. Bo'ldi. 2 ta shaharlari qoldi. Shoshilmang oshna. Ichki xotirjamlik. Ba'dan keyin bolalar qarab turishdi, ochilibdi. Kelaverasizlar sizlar ham. Ha do'stim, shoshilmaymiz. Aka. Bitta shanslari qoldi. O, mana 2 ta qoldi. Yutib olsalar kiz ketdi mana. Siz qandoqcha kelar-kelar, ana uylariga bor. Va oshna, oson ekanmi? Oson bas ekan, sizlar omadan sinab ko'ringlar. Maz so'raganlarga ma'zurimiz, aka-ukalar, qaranglar. O'sha lakastamiz, akalar, qaranglar. Marg'ilon, Lenin Sabrovkadan chap yurasizlar. Shaharbozor tomonda 10 qo'lda joylashgan Humoyun tushunka. Akalar, ukalar, kisalay xudo xolasa ujunga sho'y qilib tushunkalar qilgan qarang. Nima Humoyun? Keling o'rtaylar. Odamlarimizga, akalar-ukalarimizga bu baquvvat bo'ladigan nimalarimiz bor, oshna? Yo'q, mana oshna, qo'y go'shti bor, mol go'shti bor, til bor. Ha? 3 xil. 3 xil. Kechqurunga keyin akalar 5 xil yog'da osh o'lyapti, achchiq osh, Qoraqo'rg'onda. Aytmoqchi, masalan, obedga so'rayman olib ketyapman o'rta. Kechga oshni og'ayni pastiga qilib berasizmi? Nima aytsa? Zastavka xizmati ham bor. Bor. 3 kilometrgacha bepul. Bepul. Qo'yaniga ko'yinib chiqarib beraveradi. Akalar, ukalar, mana shu videoda maksimal diqqat olinglar. Go'sht o'rtalarni orasidan qaynashini qarang. Akalar, like bosamiz shu videoda, jur'at o'ylaydigan maksimal diqqat olasizlar. Like, komment portlatib, aloqa chiqarasizlar. Dasturga xizmatlari bor. Sog' salomat bo'linglar jigarlar. Ukalarimizga navbat keladi hozir mana. Qo'ylar o'tirish. Kelinglar sizlar ham.